Ko'ryapman Minjon aka zo'r. Aha, bu. Biz boshladik, xudo xohlasa. Bugungi mavzumiz olma bog'larida kasalliklarning oldini olish va hasharot zo'rg'itlarga qarshi kurash, o'g'itlash va sug'orish bo'yicha gaplashamiz. Demak, demak, olma bog'lari bo'yicha gaplashsak bugun homiyimiz bor, demak, Samarya sentrlarida homiyimiz. Menimcha hamma bu yerda bilsa kerak, men haqimda to'g'rimi? To'liq hamma. Bilmaydiganlar bormi men haqimda? Deyaptiki, mana biz boshlaydigan narsamiz, e, umumiy gaplarimiz ko'proq amaliy narsaga o'tib, birdan hozir qarshi kurashdan boshlaymiz. Undan keyin o'g'itlash, sug'orish, xuddi shunaqa narsa ketadi. Yani qarshi kurash kasalliklarning oldini olish va hasharotlarga qarshi kurash bo'ladi. Demak, birinchi olma rivojlanish darajalarini bilib olishimiz kerak bitta. Bu yerda mana bunaqa narsa ko'rindimi? Hammaga ko'rayotgan bo'lsa, bu yerda mana 0, 5, 6, 7, 8 deb boshlangan bular olmada rivojlanish darajalari mana. Fenologiya stadiyalari. Bular har bitta darajada alohida preparatlar bor, har bir daraja uchun. Pushti bo'ton bo'layotgan paytda gullash boshlanishi F2, 50% gul, G gullar tushishi va hokazo ketyapti. Bizlar eng birinchi kasallik kirib keladi, ya'ni hasharotdan oldin kasallik. O'sha uchun demak birinchi bizlar kasallikka qarshi kurashimiz kerak. Kasallikka qarshi kurashishni e, yaxshisi, masalan deylik, bakteriyalar uchun ham juda yaxshisi bu misni sulfat formasi yaxshi. Biza bardo deymiz yoki uni bardoni tayyorlab yoki tayyor bardolar bor, o'shandan ishlov berishimiz kerak. E, Bunda qanday ishlov beramiz? Bunda demak, agar 20% mis sulfat bo'ladigan bo'lsa, buni tonna suvga 10 litr hisobda qo'shamiz. Ya'ni biz oldin yurardik, masalan, bir tonna suvga 30 kilogramm bordoz qo'shadigan, lekin umumiyda ilmiy tomondan yondashadigan bo'lsak, buni hisobi shunaqaki 2000 gramm misga to'g'ri keladi. O'shanda demak 20% bo'lsa 10 litr 10 litr mis sulfat bilan ishlov beramiz. Undan keyin mana kelayotgan S fazada bizlarga qishlaydigan hasharotlarga, mana S fazamizda qishlaydigan hasharotlar uchun ishlov beriladi. Bu fazada qanaqa bilan ishlov beriladi? Birinchisi demak parafin mineral oil bilan ishlov beriladi. Parafin bilan ishlov beramiz. Bu aynan qishlaydigan hasharotlarga, shitovka uchun, ya'ni qalqondor uchun va boshqa deylik o'rgimchakkana, qalqondor va qishlovchi boshqa hasharotlar uchun juda muhim. Oil 1 tonna suvga 20 litr hisobda qo'shamiz. Agar 80% yoki 97,6% bo'lsa, bu parafin mineral oil, e, bu parafin nima, neft moyi emas. Tushunyapsizmi? Neft moyi, bu parafin mineral oil eng foydalisi shu. Ha. Bu neft moyi emas. Neft moyini zarari, nima, foydasi juda kam shu qalqondor uchun. Buni to'liq moy qoplash kerak. Bunday daraxtni to'liq qoplasa, o'shanda foydasi bor. Demak, parafin mineral oil bilan bu yerda tarkibida lemosiglatrin bo'lgan preparatlar yoki o'sha bizlarda demak August preparati bor, Borinio yoki Bori degan preparatlar bor. Tarkibida o'sha lemosiglatrin bo'lgan preparat bilan ishlov beramiz. Foizga qarab 0,3 bir tonna suvga. Demak, ikkalasini qo'shib ishlov berganimizda to'liq biza qishlaydigan hasharotlardan to'liq bartaraf bo'lamiz. Keyingi jarayonga kelamiz. Keyingi jarayoni bu demak S3 ga kelyapmiz bizlar. S3 bu yerda D3 ko'rinmagan, lekin mana bu nimaga yaqin, masalan Y ga yaqinroq, D3 mana shu fazada. Keyin ikkinchi, uchinchi ishlov bo'lyapti, bu D3 fazasida. Bularda demak
shiralar paydo bo'ladi bu paytda. Demak, bizlar gold bilan ishlov beramiz, tonna suvga 0,4. Keyin parsha va unshudring uchun Priam degan preparatimiz bor. Bu 1 tonna suvga 600 gram. Bu nima uchun Priam qo'yish kerak yoki sipradilin tarkibini aytaylik. Astambrit va sipradilin. Demak, bular sipradilin erta bahorda juda ham salqin sharoitda yaxshi ishlagani uchun bizlarga juda ham foydasi katta buni. Keyin demak, o'sha D3 faza ketyapti. Demak, bu 3-chi ishlovimiz bo'ladi. Birinchisiga demak, hasharotlar uchun Gold bilan, ya'ni Astamprit 1 tonna suvga 400 ml. Parsha va unshudring uchun Priam, Cipradinil 1 tonna suvga 600 gram. Demak, keyingilarga bu kurtak rivojlanishi uchun demak, aminokslit sepamiz. Aminokislota 2 litr 1 tonna suvga. Keyin mikroxelat bor, etda bor, ya'ni etda bor. Bor etanol aminmi, etda bormi? Farqi yo'q, qaysi bo'lsa 13% plus minus 13% bo'lsa agar 2 litr bo'ladi. Mikroxelat zen bu etda zen 15% bo'lsa, bu 1 kilogram bo'ladi. Demak, o'sha bilan D va D3 fazasiga yega o'tishi, ya'ni D3 degani mana qanaqa S'ni ko'rgan bo'lsangiz, S bilan S3 ga o'tadigan paytdagi holatlari davomi. O'sha bilan demak bu 3-chi ishlov D3 fazasidagi to'liq bizlar olmada hasharotlar, kasalliklar va ozuqa bilan to'liq ta'minladik. Ikkinchisi parsha. Bakterial ojog uchun demak streptomisin sulfat agar 99% bo'lsa 1 tonna suvga 600 gram. Parsha uchun kaptan shu payt qo'llaymiz. Bu ikkalasiga lekin pH tushirish uchun pH 6 bo'lish kerak bu yerda. Kaptaning pH 6 bo'lganda masalan deylik 3 soat 3 kun plus minus 36 soat ishlasa, agar pH 6 dan ziyod 7-8 bo'lib ketadigan bo'lsa, bu 3 soatga tushib qoladi. O'sha uchun pH ni tushiradigan pH tushiruvchilardan qo'llaymiz bu payt. Demak, bizlar bu jarayonda ikki jarayon bo'ldi. Undan keyingi jarayonimiz F bo'ladi. Bu F. Mana bu F jarayon. F jarayonimiz bu yerda gullash boshlandi. Gullash boshlanganda ham o'sha bu Y2 dan keyin 3 kundan keyin ham qo'ysa bo'ladi. Buni gullash boshlanganda bizlar demak bu yerda ham bakterial kuyish birinchisi. Keyingisi parsha bilan unshudringga qarshi kurashishimiz kerak. Demak, bakterial kuyish uchun yana streptomisin sulfat qo'llaymiz. Bu jarayonda lekin bizlar yana 50 gram qo'shamiz. 600 emas, 650 gram bo'ladi. 650 gram bo'ladi va bunga dispina qo'shishimiz mumkin. Ya'ni bu perlan. Bu standart razmeri uzunchoq qilish uchun mevani uzunchoq va shu tepadagi olmada uchraydigan nima deydi, bir to'rlash deydi. Shunaqa jarayon bor. O'sha narsani oldini olish uchun demak bizlar perlan qo'shamiz, ya'ni dispina qo'shamiz. Bular ikkalasiga ham pH tushiruvchi moddalar qo'shishimiz kerak. Ikkalasiga ham bo'lish kerak. pH 6 bo'lish kerak. O'sha uchun qo'shishimiz kerak bularni. Keyingi jarayonga keladigan bo'lsak, demak F2 mana bu jarayonda ham xuddi shunaqa. Bu jarayon xuddi shunaqa o'tadi. Faqat streptomisin sulfatni dozasini 700 qilamiz. 700 gram qilamiz, 50 gram yana qo'shamiz. Bunga keyin rayoq qo'shamiz, difenograzol, parsha unshudring uchun va pH tushiruvchi modda qo'shamiz. Mana bu Y2, F2 jarayonda bu to'liq nima tugadi bizlarda. Umuman Irvina bilan hozircha ishlov berish tugadi. Keyin gullash mana endi tugashdan boshlanishidan plus minus endi kasalliklardan buni nimaga birinchi olmani generation 1 deydi, ya'ni olma qurtini rivojlanishining birinchi darajasiga ishlov berish bilan boshlaymiz mana J jarayonida. J bu gullar tush paytida bo'ladi.
bu jarayonga demak bunga qo'yadigan bo'lsak, e, olmaga umuman qurtiga qarshi kurashishda kerak bo'ladigan preparatlar bor. Bular demak tuxumga qarshi kurashish, birinchi keyin o'ziga qarshi kurashish. Tuxumga qarshi kurashishda 3 ta narsa bor. Yana fenokskarb bor, devil umuman tarkiblar bo'yicha aytilgan fenokskarb bor. Keyin undan keyin nima bor? E, Diflobenzuron bor, plus keyin lifiniron bor. Shu uchalasi faqat tuxumga qarshi kurashadi. Xo'p, jarayonda aytayotgan bo'lsak, bunga demak girol qo'shamiz. Tarkibida diflobenzuron bor, 1,5 litr. Olmani qurtini nimasi uchun? Bu tuxumiga qarshi va keyin o'ziga qarshi demak imovitin bezot qo'shamiz. Yuzsak 500 gram. Keyin ozuqalar bilan ishlov berishimizga 20-20 o'sha 3 ta NPK, 2,5 kilogram va karbamid bilan ishlov berishimiz mumkin. To'rtalasini bitta qo'shib, bitta tank qilib, bitta bochkaga qo'shib uramiz hammasini. Keyin bu jarayonda demak umuman qurtga qarshi kurashishda shunaqa holat bo'lish kerakki, birinchi umumiy nimadan boshlash kerak buni? Tutqich lavushka qopqonlarni qo'yishdan boshlash kerak. O'sha lavushkani qo'yib, demak oltidan ko'p hasharot tushdimi? Oltidan ko'p hasharot tushdi degani bu signal, demak bu yerda qarshi kurash boshlanishiga signal beradi. Bu 6 tadan ziyod tushgandan keyin yo 5 tadan ziyod tushgandan keyin 5 kundan keyin ishlov berish boshlash kerak umuman. Chunki massiviy jarayonda bu umumiy temperaturalar yig'indisi olib keladi-da, shu jarayon demak tuxum qo'yishni boshlaydi. Tuxum qo'yishni boshlaganda agar siz tuxumga qarshi preparatlar bilan qo'llamasdan turib, agar har xil boshqa preparatlar o'zini faqat inovitin bezot o'zini qo'yadigan bo'lsangiz, olma qurtni umuman tugatib bo'lmaydi umuman. Keyingi demak bizlarni keyingi jarayonimiz mana bu femfloration bo'lyapti, demak ash bo'lyapti bu. Bizlar spiridiklofenni qo'llashni boshlaymiz. Ya'ni kantir, spiridiklofin bu o'rgimchaklarning boshlang'ich chiqishlariga bizga kerak, muhim. 300 gram 1 tonna suvga hisoblanadi. Buni qo'shamiz. Bizga keyin borinyo bilan ishlov beramiz. Borinyoda o'sha 3 tarkibida 3 ta narsa bor. Demak, alfa sipermetrin, imidacloprid va klonidin bor. Undan 300 gram va dispinani ikkinchi ishlov berish boshlanadi, ya'ni. O'sha dispina yana perlandi. Ikkinchi ishlovi mana shu J jarayonida boshlanadi. O'sha gullash oxirida mana shu ash jarayonida boshlanadi. Bunda 800 gram qo'shamiz dispinadan. Keyin demak bakterial kuyishga ishlov berishda davom etamizda va bunga tetrasiklin qo'shamiz. Tetrasiklin bir yerda 400 gram hisobda qo'shamiz va bunga tetrasiklin qo'shganimizdan keyin baribir pH'imizni 6 da ustida ushlab 5-6 ga ushlab turishimiz uchun pH tushiruvchidan qo'llashimiz kerak. Men ko'pincha bog'larda hammasi deyarli uksiz qo'llayman. Biz uksizni ko'p qo'llaganmiz, oldinlari ham qo'llaganmiz. Bu ko'pchilik biladi, bu uksiz eng arzoni shu. Arzon turadi. Bir tonna suvga plus minus bir agar 70% bo'lsa 100 gram qo'shsangiz bu pH 100 ga tushib ketadi, 5-6 ga tushib ketadi. Masalan, bizlarda 8 pH bo'ladi. Ko'p masalan antibiotiklar yaxshi ishlamaydi o'shanda. Keyin agar demak nimaga qarab, agar o'sha o'tlar o'sgan bo'lsa, yana begon o'tlarga gerbitsid sepishimiz mumkin. Bu alohida o'sha narsa, tarnoda qo'llaymiz. Agar gerbitsidni ikkinchi marta sepadigan bo'lsak, yoz paytida yoki umuman ikkinchi ishlovimizda gerbitsidda o'tlar keyin birinchi gerbitsid bilan urdik, to'liq 1 tonna suvga 10 litr qo'shib tarnodani, keyingisida 12,5 litr qo'shishimiz kerak tarnoda. Chunki gerbitsidlar yozda birinchidan o'tlar qalinlashadi, nimalar kitkullar qalinlashgandan keyin yaxshi ta'sir kamayadi. O'sha uchun bizlar dozasini oshirib 12,5 litr qo'yamiz. Yana ham yaxshi bo'ladi. Masalan, deylik, bir hafta 10 kundan keyin ham ishlov bersak, juda ham ma'qul bo'ladi bizlarga. Biz Eclipse bilan ishlov beramiz, ya'ni Karagen. Xloran bu tonna suvga 1 tonna suvga 130 gram. 120-130 gram hisobda qo'llaymiz. Bu juda muhim, chunki o'sha ya'ni bizlar tuxumdan chiqib o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bitta ikkitasi o'tib ketadi, chunki kaplarlar birdan tuxum qo'ymaydi, hammasi massiv. Sekin-sekin jarayonda qo'llayotganda
Bitta ikkitasi masalan deylik keyin qo'ydi tuxumini, keyin chiqayapti. Bizlar preparatni sepib bo'lganimizdan keyin ishlov berilgandan keyin qanaqadir e, har xil holatlar bilan bo'lganda bu e, eklipso bu tuxumni endi chiqadigan paytdagi jarayon, tuxumni endi chiqadigan paytda bo'ladi. Shu tuxumni urdik, tuxumdan chiqqan bitta ikkita hasharotlar urgandan keyin mana bir hafta 10 kundan keyin yana qo'llaymiz. Tuxum va tuxumdan endi chiqayotganlarga juda ta'sir qiladi, yaxshi ta'sir qiladi. Bu keyin o'shanga demak bakterial kuyish uchun yana tetrasiklinni ikkinchi marta qo'llaymiz. Bunda 400 gramm emas, 450 gramm bo'ladi. Va bunga pH turuvchi bironta o'ksiz modda yoki o'ksiz qo'yishimiz mumkin. Xo'sh, undan keyin keladigan jarayon bo'lyapti. Bu demak bu jarayonimiz T mana bu. T jarayon. Mana bu jarayon plus bu jarayon deylik mevalarda 50% katta bo'lishi. 50% kattalikdagi mevalar. O'sha jarayonda demak bunda ham demak nimalarga qarshi olma qurtiga qarshi kurash ketyapti. Misol uchun demak karbamid 1 tonna suvga 25 kilogramm, bor 1 tonna suvga 2 litr, keyin rux, etta rux 1 tonna suvga 1 kilogramm hisobida qo'yib o'sha bilan ishlov berishimiz kerak. Ya'ni kuz paytida barglar demak bu barglar tushishidan bir oy eng yaxshi muddat, bo'lmasa 15 kun. Boshqacha fikrda ham bo'lishi mumkin, masalan boshqacha yo'nalishga ketish mumkin. Uni hozir chetga qo'yib turar ekan, bitta mana shuni eshitaylik, keyin qolgan fikrlarni bir-biriga qo'shib nima qilaveradi. Chunki hozir agar mana bu fikr noto'g'riligini birdan ko'rsa, o'sha miya qabul qilmay qoladi-ku bu ma'lumotlarni. Stop. Bu video yozib olinadi. Xudo xolasa yozib olib, men YouTube'ga ham e'lon qilaman, o'shanda doim hammasini ko'raverasizlar. Hozir chunki bizlar tezlashmasak, vaqtimiz ko'p yetishmaydi, hammani vaqtini olib qo'ymaylik. Bizlar demak mana kelib qolgan darajamiz stadiy T daraja kelib qolganmiz mana bu holatga. O'tib ketdi. Ha. Mana bu holatga kelib qolganmiz biz. Mana bu darajada gaplashamiz. Demak bu mevalarda 50% kattalikda bo'ldi. Demak bu masalan deylik olma o'rtacha 70 ml bo'lsa, 80 ml bo'lsa 40 ml kelib qoldi degan. O'sha jarayonda plus minus o'sha jarayonda keladigan holatlarda bu. Demak bular bu paytda demak biz ishlov beramiz. Bu paytda olma qurti uchun ishlov beriladi. Bu olma qurtini ikkinchilari balki mayda oxiri iyun boshlari shu oladagi to'g'ri kelib qoladi. Ana o'sha jarayonda demak ikkinchi rivojlanish fazasida bitta demak loushkaga 6 ta kapalak tushsa, bizlar ishlov berish boshlashimiz kerak. 6 ta kapalak tushdi va undan keyin 5 kun yoki 6 kun muddat o'tgandan keyin demak ishlovni boshlaymiz. Bu ishlov berishimizda biz yangi DVni qo'llaymiz. Ya'ni bu DVni nomi Endoxacarb plus abamectin tarkibida bor. Ya'ni bu steroid degan preparat. 1 tonna suvga yarim litr qo'shamiz. Bunda abamectin bori ham juda muhim, ham o'rgimchak kanal oladi, ham bu abamectinning o'zi ham olma qurtini demak lichinkasiga ta'siri bor. Agar bu yerda bizlarda agar demak o'rgimchak kana bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, o'rgimchak kanaga ham o'sha spidiglofen qo'shishimiz mumkin. 1 tonna suvga 300 ml hisobida. Keyin o'sha undan keyingi demak ishlov berishimiz demak qurtlarga ishlov berish ketadi. Bu yerda qurtga o'rgimchak kanaga uni davomiy payt keladi. Demak bu yerga bizlar mana bu steroid bilan ishlov berdikmi? Demak 10 kundan keyin ham ishlov bersak bo'lishimiz mumkin va keyingi ham ishlov berishimiz mumkin. Misol uchun o'rgimchak kana chiqib qoldi. Keyin misol uchun deylik spidiglofen bilan ishlov berishimiz mumkin. O'rgimchak kana bilasizlar, hammani ko'radi, lupada o'sha paydo bo'ldimi ishlov berishimiz kerak. Masalan, bog'larda qanday ishlov berishimiz kerak? O'rgimchak kanani yaxshi yo'qotish uchun juda muhim bu 1 tonna suvga hisobida emas, balki 1 gektarga 1,5 tonnagacha suv ishlov berishimiz kerak. Balki 2 tonnadir. Qanaqadir bo'lsa ham juda ham ko'p suv bilan ishlov berishimiz kerak. Yuvib
Xuddi mana mis bilan qanaqa ishlov beramiz? Juda ham o'qish kerak-ku, chakkilab o'qish kerak. To'liq hamma tomonni qoplash kerak. Daraxt bo'lsa, to'liq hamma tomonni qoplashimiz kerak. Agar buni qoplamasak, o'rgimchakkanaga ta'siri juda qiyin, muammo. Bu muammo oldin ham bo'lgan o'rgimchakkanani ko'plar o'sha bilan ozgina dori sepadi, o'rgimchakkana bilan ishlov bermaydi. Keyin ko'pimizda bor masalan, deylik, bargda 6 ta bo'lish kerak, 5 ta bo'lish kerak deydi, to'g'ri. Balki 1 gektar bog'ingizda, 2 gektar bog'ingizda unaqa narsa mumkin. Lekin katta bog'larda umuman unga qaramasdan shu o'rgimchaklarni ko'rdikmi, bitta ko'rdikmi, tamom biz ishlov beramiz. Chunki boshqa turli bizlar uni undan o'tib keta olmaymiz. Demak, uni o'ldirishimiz qiyin bo'ladi. Qarshi kurashimiz qiyin bo'ladi. Keyin demak yana 3-chi fazalarida masalan deylik, ikkinchi faza sepsak, olma qurtini ikkinchi, uchinchi fazalariga bo'ladigan bo'lsa, uchinchi marta uchadigan fazasiga bu yerga yana Eclipse preparatini qo'llaymiz. Ya'ni bu karagenda analogi, bir tonna suvga 130 gram va agar o'rgimchakkana bo'ladigan bo'lsa, o'rgimchakkana tuxumlari uchun etaksazol, dilos, bir tonna suvga 250 gram va o'rgimchakkananing o'zi uchun omayt qo'llaymiz biz. Omayt, ya'ni propargit. Omayt keyin olib qo'yishingiz ham mumkin, yoki umuman hozir ham qo'llash mumkin. Agar omayt terish juda yaqin bo'lsa, chunki mana bu dorilarda ishlov qarash kerak. Buni kutish fazasi bor, ya'ni olma terimdan necha kun oldin ishlov berishimiz bor. O'shanga qarab, deylik 30 kun bo'lsa, demak terishimizga kam qolgan bo'lsa, boshqa preparat qo'llashimiz ham mumkin. Boshqa preparatimiz yana o'rgimchaklarning tuxumini ham o'zini oladigan preparat, bu bifenazet tarkibli DV. Bifenazet bu narsa ham tuxumni oladi, ham umumiy o'rgimchaklarni o'zini, yutuk hasharotni ham, tuxumini ham, limfasini hammasini oladigan, o'ldiradigan narsa. Bundan agar qo'lladigan bo'lsak, o'sha etaksazol bilan omayt o'rniga, ya'ni etaksazol bilan omayt bu yerda ikkalasi birga qo'llanyapti. Buni maqsadi ham tuxumini olish, ham o'zini olish bo'lyapti o'rgimchakkanani. Agar buni qo'llamaydigan bo'lsak, ikkovsiga ham birdan ta'sir qiladigan bifenazet tarkibida kapella deymiz bizlar. Juda ham biz ko'p qo'llaymiz, deyarli 1 yilda 2 martagacha qo'llashimiz mumkin. Yarmi 600 ml bo'ladi bir tonna suvga. Buni ham xuddi shunaqa to'liq barglarga hamma tomoniga tegish kerak va to'liq yuvib chiqishimiz kerak. Shumiltirishimiz kerak daraxt to'liq. Bularga ishlov berishimizda o'rgimchakkanaga, olma qurtiga bo'lyapti. Undan keyin keladigan mana bu keyin yana bir, agar 3-chi fazasidagi agar olma qurti juda ham ko'p bo'lsa, oldingi o'tgan yillari demak paydo bo'lgan bo'lsa, bu olma qurtiga ishlovni ko'paytirishimiz kerak deylik. Chunki usiz juda ham qiyin. Agar bizlar o'sha ko'paytirmasak, o'rgimchakkanani juda umuman olma qurtini bundan qutulmaymiz, bu olma qurtidan. Olma qurti chunki issiq paytlarda, issiq kelsa, mana bunaqa yillarda issiq kelsa 3 marta, 2 martadan ziyod 3 marta o'sha bizga avlod beradi. Bizlar oxirgi avlodlari chiqib ketib, keyin ko'payib, kelasiga bizlarni muammo qilish mumkin. Va 3-chi fazasiga, 3-chi rivojlanish darajasi, o'sha 3-chi marta uchganda olma qurtiga demak Eclipse qo'lladik va keyin meva terimidan oldinroq bizlar bunga duysak, ya'ni imamektin benzol tarkibli preparat bilan ishlov berishimiz mumkin. Buni bir tonna suvga 0,5 litr hisobida qo'yamiz. Agar keyin mana shu yoz paytida bizlarga 2 marta agar bionotlarga, oppasiga qarshi kurashadigan, yapposga ta'sir qiladigan preparatlardan Tornadoni qo'llagan bo'lsak, keyingilarida bularga Tornadoni qo'llagan bo'lsak, bundan keyin mumkin 2 marta Tornado qo'llagandan keyin 1 marta faqat g'umay, ajriq, shamak chiqadigan bo'lsa, bir pallalar bo'lsa, demak bir pallali g'umay, shamak, ajriq, ya'ni ingichka bargli deydi, yo'g'on bargli deydi. Masalan, dehqonlarimiz shu ingichka bargli desa tushunasiz, g'umay, ajriq, shamakni. O'shanga Quickstep degan preparatimiz bor. Bu faqat g'umay, ajriq, shamakka ta'sir qiladi. Buni bir tonna suvga man gektarga 80-800 gramdan qo'llab
ishlov berishimiz mumkin. Gektar hisobida oladigan bo'lsak, bunga ham umuman o'ksiz qo'shib, buni ham pHni tushirsak, toza ham samarasi yaxshiroq bo'ladi. Keyin demak, bu fazalar shu bilan olma qurtidan deyarli muammolaridan qutulamiz. Keyin o'sha demak, bunda nimaga pishish oldi keladigan bo'lsak, pishish oldida bu holat keladiki, masalan, mana shu 81 holatlarida yoki 77, mana shu 77, 81 holatlarida bitta yaxshi kaliy bilan, kaliy sulfat bilan ishlov berishimiz kerak. Bir tonna suvga 5 kilogramm kaliy sulfat ishlov berishimiz kerak. 20-20 qo'shsak, NPK toza ham yaxshi bo'ladi. Bunda o'sha buni kattarish uchun yaxshi bizlarga foyda bo'ladi bular. Agar bizlar agar olma terimi uzoq davom etadigan bo'lsa, to'kilishga qarshi preparatlarni demak pishishidan 20 kun oldin ishlov berishimiz kerak. Bu opsormon, ya'ni tarkibida naftel asetik asid, ya'ni naftalinoviy kislota bor, naftalin kislotasi bor. Modda o'sha bu bu gormon, bu o'stiruvchi gormon. O'sha narsani qo'llab, demak, bir tonna suvga 250 gramm, ya'ni to'kilishidan, ya'ni pishishidan 20 kun oldin qo'shsak, o'sha to'kilishga qarshi 20 kun, 15 kun, 20 kun bizlarga to'liq to'kilmasdan turishiga yordam beradi. Bu o'sha pishish jarayonida bizlar ko'pincha masalan pishishini, aynan qizilnovlari qizarishini kutib turishimiz mumkin bundan. Keyin masalan deylik, sal o'sha diametr olishini kutishimiz mumkin bundan. Ana o'sha uchun bizlarga opstormon juda ham kerak bo'ladi. 250 gramm bir tonna suvga. Buni o'zingiz ishlov bersangiz bo'ladi, qo'shib ishlov bersangiz bo'ladi, lekin bu opstormonda hech qanaqa pHni tushirish shart emas, chunki buni pHi o'zi 8. Bizlar suvlarimiz 7-8 atrofida, bunga muammo yo'q. Ya'ni bu hozir keyingi qo'shilganlarga ham bu qo'shimcha sifatida pH nima uchun kerak degan narsa, ko'p preparatlar ma'lum pH diapazonda ishlaydi. Bu boshqa diapazonda yaxshi ishlamaydi. Agar shunaqa yaxshi ishlasin desangiz, bu yerda bu nimani, bu hozir qo'llar ko'ryapman, demak savol beradigan bo'lsa, agar hozir mana shu umuman kasalliklarga qarshi kurashni umuman himoya qilishni tugatamiz, shundan keyin savollar bo'lsa savollar beramiz, keyin o'g'irlashga o'tib ketamiz. Va keyin oxirida ham savollar bo'lishimiz mumkin. Shu nimani tugataylik. Shu plus minus 10 kun oldin ishlov beradigan dorilarimiz bor. Bular demak, Matias degan preparatimiz bor, ya'ni Billis. Agar saqlash paytidagi muammolar uchrashsa, demak, bular asosan saqlash paytida bo'ladigan bo'lsa, asosan qaysiga qo'llashimiz mumkin? Grand Smithga uncha kerak emas, Goldenlarga kerak bo'ladi. Golden, masalan, qizil navlarga kerak bo'ladi. O'sha Grand Smithga, keyin Pinglitga juda uncha kerak emas, chunki o'zi yaxshi saqlanadi, uncha muammosi bo'lmaydi. Saqlash paytidagi kasalliklar, ya'ni har xil zamburug'li kasalliklarni oldini olish uchun o'sha Billis qo'llaymiz. Bir tonna suvga 800 gramm hisobida Billis qo'llaymiz bizlar, chunki o'sha saqlash davomida 6 oy saqlasak, agar 6 oy, mana yangi yildan keyin sotmoqchi bo'lsangiz, qo'llang. Agar yangi yildangacha sotib olaman, men bu kerak emas bo'lsa, o'sha Billis, bular qimmat preparat, shuning uchun bu siz arzonroq, tannarxni arzonroq qilish uchun bular qo'llamasangiz ham bo'ladi. Muammosi yo'q. Bu o'sha terimdan 10 kun yoki 1 hafta oldin ishlov beradigan preparatlarimiz bular. Keyin bu terimdan keyin holatlar ham bor. Terimdan keyin demak, biz boya aytganimdek, xuddi terimdan keyin mana shu hozirgi paytda aytishim mumkin. Mana terimdan keyin kuzda barglar tushishidan 20 kun, 1 oy oldin bu yerda qo'llashimiz mumkin. Karbamidni qo'llashimiz mumkin. Bir tonna suvga 225 kilogramm va bor etanolamin bo'lsa 2 litr, 13% bo'lsa, rux bo'lsa 15% rux bo'lsa, bu etda rux, ya'ni etda rux hisobda ketyapti. Bu 15% bo'lsa, bu 1 kilogramm. O'shanga ham e'tibor berishimiz kerak. O'sha bilan deylik, bu umumiy himoya qilishimiz tugadi. Umuman kalsiy sepish bo'yicha nima uchun kalsiy sepishimiz kerak? Chunki bitter-pit degan narsa bor. Ya'ni bitter-pit bu bizlarda demak achchiq dog' deydi. Shuna teshik-teshik bo'lib qoladi. Mana shu bitter-pit uchun kalsiy sepishimiz kerak. Buni
dozalari kamida 4 martadan 6 martagacha sepishimiz mumkin bir yil davomida. Chunki kalsiylar bilasiz, o'simlikda tanasida harakat qilishi qiyin, asosan yangi barglar ketib qoladi. Qancha o'sish ko'p bo'lsa, shuncha kalsiy yetishmasligi bo'ladi. Shuning uchun mevalar kam bo'lganda o'sish kuchayib ketganda, shuning uchun qizillavlardan ayniqsa ko'rasizlar, kalsiy yetishmasligi bu bitir pitib muammo bo'ladi. Bizlarga o'sha muammolar kerak bo'lmasligi uchun kalsiy bilan ishlab yurishimiz kerak. Ya'ni kalsiy preparat, kalsiy nitrat bo'lishi mumkin yoki kalsiy plus bor bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki kalsiy plus bor elementi kalsiyni umuman mevaga olib kirishga, mevaga harakatiga tezroq lokalizatsiya bo'lishiga mevaga yaxshi yordam beradi. O'sha uchun bor ko'pincha 1%, masalan kalsiylarda 1% bor bo'lsa, demak bilingki, bu demak juda yaxshi preparat. Har xil bo'ladi borning foizlari. Masalan, deylik 2 litr qo'llaymiz. Ayrim preparatlar masalan 12%, 20% atroflarida bo'lsa, kalsiy nitrat bo'lsa, lekin 5 kilogramm bir tonna suvga qo'llash mumkin. Buni aytganimdek 4 martadan 6 martagacha qo'llashimiz mumkin. O'shanda bizlar uni kamaytirishimiz mumkin. Lekin bitir-bitir yo'q, 100% yo'q bo'lmaydi. Ma'lum darajada bizlar kamaytirib turishimiz va 5% gacha tushirib yuborishimiz mumkin. Ya'ni 5% undan ham pastga tushirib yuborishimiz mumkin. Juda kam bo'ladi. Kam. Keyin yana bir narsa bor. Ko'p xato qiladigan bog'larda xatosi shunaqa narsaki, masalan bog'da shunaqa narsa bor. Bu kasal daraxtlar bo'ladi. Kasal daraxtlar bitir-bit bo'lishi aniq 100%. Shuni qo'shib terib oladida, keyin bog'larda kasal daraxt terib tashlaydi, hammasini birga qo'shib yuborgandan keyin nima bo'ladi? Bu yerda keyin bitir-bit chiqdi, bizda muammo bo'ladi deydi. Lekin aslida buni umuman kasal daraxtlar bo'lsa alohida terishimiz kerak. Masalan, yoki sotib olishimiz kerak yoki buni saqlamasligimiz kerak. O'sha barglar sarg'aygan, fitoftora bo'lgan yoki qanaqadir boshqa muammolari bo'lgan daraxtlarni alohida terib olishimiz kerak. Shunda bizlar yaxshi qo'llashimiz mumkin. Yaxshi demak natijalarga erishishimiz mumkin bizlar. Hozir kimda nima savol bo'lsa, himoya qismidan savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aminbek aka, yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr, rahmat. Ma'ruzalaringizni eshitdim. Juda menga ma'qul keldi. Men sal Aha. kechroq qo'shilib qolman. Vaqtlar bilan ana e'tiborsiz bo'lib, sal e'tibor qilmay qolmanda. Ana bu Muammosi aytib so'ramoqchi edim. Aha. Mana bu Battlefield kasalligi deyapsiz, saqlash davrida uchraydigan. Ha. Mana shu qanaqa o'zgarish bo'ladi? Eshitib yopinglar. Mana shu qanaqa ular Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunaqa narsa mana.